Tiringizda to'kirgandek qattiq og'riqni his qilganmisiz? Yoki tishlaringiz sog'lom bo'lsa-da qattiq og'riganmi? Bu 3 shoxli nevralgiya bo'lishi mumkin. Bugungi videoda 3 shoxli nevralgiya nima uchun kelib chiqadi va eng asosiysi qanday davolanish to'g'risida batafsil gaplashamiz. Siz bilan oliy toifali nevrolog Turg'un va Muhayya Erkinaliyev. 3 shoxli nevralgiya yuzning bir tomonida kuchli xurujsimon og'riq bilan kechuvchi nevrologik kasallik bo'lib, 100 ming aholiga yiliga 4-13 kishida uchraydi. Ayollarda erkaklarga nisbatan 2-3 barobar ko'proq uchraydi. Asosan 3 shoxli nevralgiya yoshi kattalarda 40-60 yosh orasida uchraydi. 3 shoxli nevralgiyaning sabablari qon tomir bosimi, shish, skleroz, hattoki ba'zi holatlarda viruslar, jarohatlar bo'lishi mumkin. 3 shoxli deyilishiga sabab nervni 3 ta shoxi, yuqoriga oftalmik, o'rta maksillar shoxi, pastki mandibulyar shoxi yuzni sezgisini ta'minlaydi. 3 shoxli nevralgiya ko'pincha 70% holatlarda o'ng tomonda, kam hollarda 30% holatlarda chap tomonda uchraydi. 3 shoxli nervni kelib chiqish sababiga ko'ra idiopatik va simptomatik turlari aniqlanadi. Idiopatik nevralgiya yuqori miyacha arteriyasini nerv ezishi natijasida yuzaga keladi. 20% holatlarda sababi noma'lum bo'ladi. Yuqoriga miya arteriyasi ko'pincha ko'prikka kirish qismida nervni ezib qoladi. Sababi shu joyda ular bir-biriga juda yaqin joylashadi. Odatda 2-3 shoxini ko'p ezadi. Shuning uchun maksillar va mandibulyar nevralgiya ko'p uchraydi. 3 shoxli nerv nevralgiyasi 40 yoshdan uchrash sabablari yuqoriga miyacha arteriyasini patologik cho'zilishi, uzoq vaqt davom etgan arterial gipertoniya bilan bog'liq. Shuning uchun idiopatik nevralgiya 40 yoshdan keyin ko'p uchraydi. Simptomatik nevralgiya 40 yoshgacha ko'p uchraydi. Bu virusli infeksiyalardan keyin rivojlanishi bilan bog'liq. Bunda ko'pincha nervda birinchi oftalmik shoxi zararlanadi. Bunga sabab chakka suyagini diffuz yallig'lanishi, mastoidit, o'rta va ichki quloq kasalliklari, gaymarit, frontit, o'rta va orqa kanal chuqurcha mengiomalari, metastatik o'smalar, epidermoid va dermoid kistalar, sinus kavernoz trombozi, oitis, qandli diabet, zaxm, kollagenozlar, amiloidoz, vaskulit, tarqoq skleroz kabi kasalliklar sabab bo'ladi. Kasallikning belgilari: nevralgiyani ikkala turida ham og'riq, xurujsimon, o'tkir bo'lib, bir tomonda uchraydi. Og'riq odatda bir necha soniyadan 2 daqiqagacha davom etadi. Kunduz kunlari bo'ladi. Kuniga 2-3 martadan, ba'zida undan ko'proq xurujlar kuzatiladi. Og'riqlar yuzning bir tomonida bo'ladi. Birinchi shox zararlanganda peshona va ko'z atrofida og'riqlar bo'ladi. Ikkinchi shox zararlanganda yuzda, ba'zan burunning o'zida, uchinchi shox zararlanganda pastki jag' sohasida og'riqlar kuzatiladi. Og'riq vaqtida peshonada og'riq bo'lganda bemor ko'zini chirt yumadi, ba'zan ko'zdan yoshlar oqadi. Og'riq joyiga bemor issiq mato yoki biror bir mato qo'yib oladi. Bu og'riqni biroz kamayishiga yordam beradi. Og'riq ovqatlanganda, kulganda, gapirganda, hattoki ba'zida shamol tekkanda ham kuchayadi. Yuzda trigger sohalar bo'lib, trigger sohalar qaysi shox zararlanishiga bog'liq holda og'riqlar bo'ladi. Birinchi shox zararlanganda ko'z ichki burchagida og'riq bo'lib, korneal reflekslar yo'qoladi. Ikkinchi shox zararlanganda yuzda yoki burun terisida, uchinchi shox zararlanganda pastki jag' sohasida og'riqlar kuchayadi. Kasallikni diagnostikasida anamnez yig'ish, obyektiv ko'rik, nevrologik status tekshirilganda, nerv chiqish joylari bosib ko'rilganda og'riqlar boshlanishda giperestenziyalar, keyinchalik gipesteziyalar ko'rinishida bo'ladi. Magnit rezonans tomografiya. Magnit rezonans tomografiyada qon tomiridagi o'zgarishlar aniqlanadi. Elektroneyromiyografiya. Elektroneyromiografiyada nerv zararlanish sohalari aniqlanadi. Diagnostikaning eng muhim jihati organik zararlanish bor yo'qligini, simptomatik yoki idiopatik nevralgiyani turini aniqlash uchun o'tkaziladi. Kasallik asosan frontit, gaymarit, chakka arteriti, pulpit, pastki jag' bo'g'imi arteriti bilan differensiallanadi. Gaymaritda yuzning yarmida og'riq uzoq vaqt davom etadi va boshqa belgilari: burun bitishi, dimoqqa balg'am kelishi, qonda yallig'lanish belgilari, kompyuter tomografiyada gaymarit belgilari aniqlanadi. Ba'zan tarqoq skleroz 3 shoxli nevralgiya bilan boshlanadi. Bu nerv qobig'ini demilinizatsiyasi bilan bog'liq. Bunda og'riqlar juda kuchli bo'lib,
bartaraf etish qiyin bo'ladi hamda boshqa tarqoq sklerozda belgilari ham qo'shiladi. Uch shoxli nevralgiyani rivojlanish mexanizmi qon tomirida nervga bosimi, miyelin qobig'ining zararlanishi va noodatiy impulslarni paydo bo'lishi bilan ifodalanadi. Uch shoxli nevralgiyani davolash asosan konservativ davolaniladi. Bunda antikonvulsantlar karbamazepin tanlov dori hisoblanadi. Karbamazepin boshlanishda 200-400 mg sutka bo'lib, keyinchalik 600-800-1200 mg sutkagacha oshirib borish mumkin. Natija 48-72 soatda seziladi. Bundan tashqari, okskarbazepin, gabapentin, lamotrigin, pregabalin kabi preparatlar ham ishlatilishi mumkin. Ba'zi holatlarda bemorlarga antidepressantlar amitriptilin, duloxetin kabi preparatlar ham yordam beradi. Bundan tashqari bemorlarga shishga qarshi merelaksantlar, baklasan, baklafen 15-30 mg sutkasiga berish mumkin. Yordamchi va reabilitatsion usullardan fizioterapiya, UVC, magnitoterapiya, transkranial magnit terapiyasi, darsanval hamda stressni boshqarish, relaksatsiya mashqlari ham yaxshi yordam beradi. Konservativ davo foyda bermagan holatlarda bemorlarga operativ davo tavsiya qilinadi. Neyroxirurgik usullardan bemorlarga qon tomiri dekompressiyasi, termokoagulyatsiya, radikal invaziv radiatsiya usullardan gamma nosh bilan davolashlar tavsiya qilinadi. Kasallik og'ir kechganda, uzoq vaqt davom etganda bemorlarda surunkali og'riq sindromi, depressiya, yuz asimetriyasi, yuz gemispazmi hamda dorilarning nojo'ya ta'siri kuzatilishi mumkin. Kasallikni oldini olish birlamchi va ikkilamchi profilaktikasi bo'lib, birlamchi profilaktikasida bemorlarda sog'lom turmush tarzi, bosh va yuz infeksiyalarini o'z vaqtida davolash, gerpetik viruslarni boshqarish yaxshi samara beradi. Ikkilamchi profilaktikasi kasallik xurujlarini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, dorilarni o'z vaqtida ichish, triggerlardan saqlanish, ya'ni sovuq havodan, qattiq ovqatlardan, juda issiq, juda sovuq ovqatlardan saqlanish, og'iz ochishda ehtiyotkorlik hamda MRT nazoratida organik kasalliklarni aniqlash yaxshi foyda beradi. Kasal bo'lmay, sog' bo'ling.